Aleyküm do'stlar, qadrdonlar, 2026-yil 3-may sanasi shaftollarning mevasi bilan ko'rsatilgan yerlar uchun shaftollarning mevasini ko'rsatamiz. Mana sorti nargis shaftoli bo'ladi. Yana 10 xil mana shaftollarimiz bor. Ularni ko'rsatamiz hozir. Mana mevasi bilan hammasida mevalari bor mana. Har bir tutda mevasi bor mana, begonali har xil sortlar yo'q bo'ladi. Faqat bir xil sort bor hozircha. Narigi polida 10 xil sortlarimiz bor. Hammasida mevasi bor. Kelib mevasini ko'rib, o'ziga kelgan shoxtolni tanlab ketsangiz, zakazlar olishni boshladik. Bunaqa mevali ko'chatlarimiz kam qoldi. Murojaat qilaverasizlar.